Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Talabalar uchun xushxabar. To'lov-kontrakt xarajatlarini qoplashda yordam beriladi. Endilikda ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarning 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan a'zolari to'lov-kontrakt summasining bir qismi yoshlar daftari jamg'armasi hisobidan qoplanishiga ariza topshirishlari mumkin. Xo'sh, kimlar ariza topshirishlari mumkin? Mazkur yordamdan faqat kunduzgi ta'limda to'lov-kontrakt asosida o'qiydigan talabalar foydalanishlari mumkin. Aynan professional ta'lim tashkilotlari o'quvchilari, davlat va nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari talabalari, shuningdek O'zbekiston hududidagi xorijiy oliy ta'lim tashkilotlari va ularning filiallariga bakalavriat yoki magistratura bosqichida o'qiyotgan talabalar, demak aynan ushbu imkoniyatdan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Yordam miqdori to'lov-kontrakt summasining 50% gacha belgilangan. Ya'ni kim o'sha bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan oshmagan miqdorda qoplab berilishi mumkin. Xo'sh, arizani ko'rib chiqish muddatlari 8 ish kunini tashkil etadi. Mazkur yordamdan kimlar foydalana olmasligini videoning oxirida aytib o'taman. Jarayonni MyGov.uz ilovasi orqali amalga oshirib bo'lmaydi. Sababi MyGov.uzda tegishli yangilanishlar qilinmaganligi balkim sababdir. MyGov.uz ilovasi orqali bu xizmatni topib bo'lmaydi. Xo'sh, nima qilamiz? Endigi navbat har birimiz telefonimizda mavjud Google Chrome orqali demak qidiruvga berib, buni demak topish imkoniyatimiz mumkin bo'ladi. Dastlab MyGov.uz my.gov.uz yuqorida terganim kabi terib saytga o'tishingiz kerak. MyGov.uz ilovasidan foydalangan login parolingizni bu yerda kiritishingiz zarur bo'ladi. Kirish qilamiz, jarayonni kirish qilib davom etamiz. One ID orqali kirish, kimdadir mobile ID bo'lishi mumkindir, mobile ID orqali kirsa ham bo'ladi. Login parolni bizda teramiz. Xo'sh, kirib bo'lganimizdan so'ng jarayonni qidiruv uchun matn kiritish orqali amalga oshiramiz. Dastlab yuqorida ko'rsatilgan raqamimizni teramiz. Va bizda kasbiy va oliy ta'lim to'lovini to'lash degan xizmat chiqadi. Shu xizmat orqali o'tamiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, demak xizmat 8 ish kuni mobaynida ko'rib chiqiladi va bepul amalga oshiriladi. Jarayonni xizmatdan foydalanish qilib davom etamiz. Bu yerda birinchi qadamda bizga keyingi tugmasini bosish orqali ommaviy oferta talablarini qabul qilish va uni qabul qilib keyingi tugmasini bosamiz. Xo'sh, ikkinchi qadamda bizning ma'lumotlarimiz avtomatik tizim tortgan. Bu yerda doimiy yashash viloyatingiz, shuningdek tumaningiz va joylashgan mahalla tumanni tanlaganingizdan so'ng demak avtomatik tarzda tizim o'zi sizga tegishli region bo'yicha mahalla tumanni ajratib beradi. Xo'sh, jarayonni birlamchi ko'zdan kechiramiz, to'g'rirog'i keyingi tugmasini bosamiz. Xo'sh, ko'rib turganingizdek, shu yuqorida aytib o'tdik, ijtimoiy himoya milliy agentlik tizimida aynan buzish yeri aniqlanmadi, ya'ni kim aynan ijtimoiy himoya ijtimoiy reyestrda bo'lmaganligi sababli murojaatda yuborish imkoniyati bo'lmadi. Demak, agar ijtimoiy reyestrda bo'lsangiz, bu yerda avtomatik tarzda keyingi bosqichga o'tadi. Keyingi bosqichda esa demak aynan jarayonlarni so'ralgan tegishli ko'rsatkichlar o'rnini to'ldiriladi va yuborish tugmasi bosiladi.